Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz avtomobil sozlikda qo'llaniluvchi payvandlash robotlari. Rejamiz: birinchi reja payvandlash roboti va uning strukturasi, ikkinchi reja payvandlash robot texnikasining tasnifi, uchinchi reja avtomatik payvandlash uchun qurilmalar. Payvandlash roboti va uning strukturasi. Ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirishda oqimli va avtomatik liniyalar, shuningdek, har xil maxsus qurilma va moslamalar qo'llanilib, bular asosan ko'p seriyali ishlab chiqarishda ishlatiladi. Lekin payvandlanadigan buyumlar asosiy qismi seriyali miqdorda ishlab chiqariladi. Bunday sharoitda an'anaviy usullar bilan kompleks mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish qiyinchilik tug'diradi. Buning natijasida esa ish unumdorligi pasayadi, qo'l mehnati esa ko'payadi. Bu rasmda ko'rishimiz mumkinki, inson qo'li 6 darajali harakatlanishga ega. Payvandlashda qo'llaniladigan sanoat robotlari universal hisoblanib, har xil turdagi konstruksiyalarni tayyorlashda yig'ish, payvandlash va transport operatsiyalarini bajarishga moslashgan bo'ladi. Bu robotlarning texnologik qobiliyati quyidagi ko'rsatkichlar bilan tasniflanadi. Kinematik sxema, harakatlanish darajasi soni va yuk ko'taruvchanligi, ish zonasi shakli va o'lchamlari, holat aniqligi, yuritma tavsifi va boshqarish tizimi turi. Sanoat robotlari 4 harakatlanish darajasiga ega bo'lib, to'g'ri chiziqli, silindrik, sferik va sharnerli koordinata sistemasi asosida harakatlanadi. Bu 4 kinematik sxemaga qo'shimcha ravishda asbob-uskunani fazoda joylashishi ta'minlovchi harakatlanish darajalari ko'zda tutiladi. Ikkinchi rasmga qaraydigan bo'lsak, bu yerda sanoat robotlarining kinematik tuzilishi tasvirlangan. Birinchisi to'g'ri burchakli, ikkinchisi silindrik, uchinchisi sferik va to'rtinchisi sharnerli. Endi esa uchinchi rasmga qaraydigan bo'lsak, payvandlashda qo'llaniladigan sanoat robotlari kinematik tuzilishi tasvirlangan. Bu yerda A rasmda to'g'ri chiziqli harakat, B va D rasmda silindrik va C rasmda sharnerli harakat tasvirlangan. To'g'ri chiziqli kinematik sxema bo'yicha 3 asosiy ilgarilama va 2 qo'shimcha aylanma harakat amalga oshiriladi. Silindrik sxema bo'yicha 1 aylanma va 2 ilgarilama harakatlanish, asosiy va qo'shimcha 1 aylanma harakat amalga oshiriladi. Buni 3-rasmdagi boshqa bir silindrik sxema bo'yicha 2 aylanma va 1 ilgarilama harakat asosiy va 2 aylanma harakat qo'shimcha hisoblanadi. Sharnerli kinematik sxema bo'yicha 3 asosiy va 2 yoki 3 qo'shimcha aylanma harakat amalga oshiriladi. Rasmdagi raqamlar robotning harakatlanish darajasini bildiradi. Yig'ish va transport operatsiyalarini bajarishda harakatlanish darajasi kichik bo'lgan robotlardan foydalansa bo'ladi. Bu esa nisbatan sodda kinematik sxemalarni qo'llash imkonini beradi. Yoyili payvandlashda qo'llaniladigan sanoat robotlari konstruksiyasi yuqori darajada tinch ishqalanish va notekis harakatlanish qiymatlari minimal darajada bo'lishini talab etadi. Bu talabga sharnerli kinematik sxemaga ega kichik sanoat robotlari javob beradi. Kontaktli payvandlashda ham sharnerli kinematik sxemaga ega sanoat robotlari qo'llaniladi. Lekin bu holda robot konstruksiyasi katta yuk ko'tarish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Sanoat robotlarida pnevmatik, gidravlik va elektromexanik yuritmalar qo'llaniladi. Elektromexanik yuritmalar murakkab luftsiz reduktorlarga qo'llashni talab etadi, lekin ular tez harakatlanish va aniqlikni ta'minlaydi. Xizmat ko'rsatish esa sodda hisoblanadi. Hozirgi vaqtgacha sanoat robotining umumiy qabul qilingan ta'rifi yo'q. Turli mamlakatlarda sanoat robotining har xil ta'riflari taklif qilingan. Sanoat roboti deb
Ishlab chiqarish jarayonida harakat va boshqaruv funksiyalarini bajarish uchun mo'ljallangan bir necha harakatlanish darajasiga ega bo'lgan manipulyator ko'rinishidagi ijro qurilmasidan hamda qayta dasturlovchi boshqarish qurilmasidan tashkil topgan odam harakatiga o'xshash harakatlarni amalga oshiruvchi avtomatik mashinaga aytiladi. Sanoat robotining struktura sxemasi 4-rasmda keltirilgan. Ishchi organli manipulyator va harakatlanish qurilmasi sanoat robotining ijro qurilmasini tashkil etadi va ular sanoat robotining barcha harakat funksiyalarini amalga oshiradi. Payvandlash robot texnikasining tasnifi. Sanoat robot texnikasining tasnifi quyidagi asosiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Sanoat robotining yuk ko'tarish qobiliyati deyilganda manipulyatsiya qilinayotgan obyektning eng katta massasi tushuniladi. Robot harakatlanish darajasi soni bu kinematik zanjir zvenolarining qo'zg'almas deb qabul qilingan zvenoga nisbatan erkinlik darajalari sonidir. Robot ishchi organining to'xtash xatoligi deganda ishchi organining boshqarish programmasida ko'rsatilgan holatdan chetga chiqishi tushuniladi. Sanoat robotining asosiy texnik ko'rsatkichlari bilan bir qatorda standartlash, unifikatsiyalash, yasash texnologiyasi, ergonomik ko'rsatkichlar ham ko'rsatilishi mumkin. 5-rasmda hozirgi zamon avtomobilsozlik texnologiyalarida ishlatiladigan robotlarga misollar keltirilgan. Birinchidan, nominal yuk ko'tarish qobiliyati. 2. Ko'rsatilgan koordinatalarning o'rin olish xatoligi. 3. Ishchi zonaning o'lchamlari va shakli. 4. Maksimal siljish. 5. Siljish vaqti. 6. Maksimal tezlik. 7. Maksimal tezlanish. 8. To'g'ri va teskari siljishlar uchun programmalashtirilgan nuqtalar soni. 9. Qisqich qurilmasi ko'rsatkichlari, qisish kuchi, qisish vaqti. 10. Boshqarish qurilmasining ko'rsatkichlari, bir vaqtning o'zida boshqariladigan harakatlar soni, tashqi jihozlar bilan aloqa kanallar soni. 11. Suyuqlik bosimi. 12. Elektr manba kuchlanishi. 13. Quvvat. 14. Ishonchlilik ko'rsatkichlari. 15. Massa. 16. O'lchamlari. Avtomobilsozlikda robot va robot texnikasining ishlatilishi va rivojlanishi. Hozirgi vaqtda avtomobilsozlikda robotlar boshqa sohalarga qaraganda ko'proq ishlatiladi. Chunki bu sohadagi qator operatsiyalar inson sog'ligi uchun zararli va xavfli hisoblanadi. Avtomobilsozlikdagi zararli va xavfli operatsiyalarga payvandlash, bo'yash, yig'ish, germitatsiyalash, issiq detallarni tashish operatsiyalari kiradi. Buni biz 5-rasmda ko'rishimiz mumkin. Robotlarni avtomobilsozlikda qo'llash mahsulot sifatini oshirish imkoniyatini beradi. Masalan, ishlatilganda bo'yoq bir xil qalinlikda amalga oshiriladi, payvandlash yuqori sifatli va aniq bajariladi. Avtomobilsozlikda robotlarni avtomatlashtirilgan tizimlar tarkibida ishlatilganda ishlab chiqarishning unumdorligi va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlari oshadi. Robotlarning qayta programmalash imkoniyatlari mavjudligi tufayli ularning turli xil modellari ishlab chiqishda ishlatilishi mumkin. Bu esa avtomobilsozlik sohalari texnologiyasining yuqori darajaga ko'tarilishini ta'minlaydi. Sanoat robotlarini qo'llash, ishlab chiqarishni kompleks avtomatlashtirish imkonini beradi. Sanoat robotining yuk ko'tarish qobiliyati deyilganda manipulyatsiya qilinayotgan obyektning eng katta massasi tushuniladi. Payvandlash sanoat robotining harakatlanish darajasi soni bu kinematik zanjir zvenolarining qo'zg'almas deb qabul qilgan zvenoga nisbatan erkinlik darajalari sonidir. Robot ishchi organining to'xtash xatoligi deganda ishchi organining boshqarish programmasida ko'rsatilgan holatdan chetga chiqishi tushuniladi. Avtomatik payvandlash uchun qurilmalar.
Payvandlash ishlarini hajmi katta bo'lganda mehnat unumdorligi oshirish maqsadida avtomatik payvandlash qurilmalari qo'llaniladi. Avtomatik payvandlash qurilmasi yoyni yondiradigan, payvandlash simini yoyning yonish zonasiga uzatadigan mexanizmlar bilan jihozlangan bo'ladi. 6-rasmga qaraydigan bo'lsak, avtomatik payvandlash qurilmasining kallagi tasvirlangan. Bu yerda birinchi raqamda ko'rsatilgani munchtuk, ikkinchi raqamdagisi roliklar, uchinchi raqamda ko'rsatilgan baraban, to'rtinchisi reduktor, 5 elektr motor va 6-chisi elektrod simi hisoblanadi. Payvandlash avtomatining eng muhim qismi kallagidir. U yoyning yo'nalishini ta'minlaydi va payvandlash simini uzatib turadi. Payvandlash kallagi elektrod simiga kuchlanish keltiruvchi va uni payvandlash toki bo'yicha yo'naltiruvchi mushtukdan, barabandan elektrod simini uzatib turuvchi roliklarni reduktor orqali aylantiruvchi elektr motordan iborat. Agar burchak tezligini rostlash talab qilinmasa, simni uzatuvchi elektr yuritma sifatida asinxron motorlar ishlatiladi. Simni uzatish tezligi rostlaydigan kallaklarni avtomatik boshqarish sxemalarida o'zgarmas tok motorlardan foydalaniladi. Bu holda elektr yuritma tristorli o'tkazgich motor tizimi bo'yicha bajariladi. Avtomatik payvandlash qurilmalaridagi transformatorlarning sxemasi dastlabki payvandlash transformatorlarinikiga o'xshash, lekin ularda drosselning oralig'i elektr yuritma yordamida masofadan rostlanadi. Tekshirish uchun savollar va uyga vazifalar berib o'tilgan. Qisqacha mavzu haqidagi ma'lumotimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.